Hurmatli obunachilar, aynan shu domda eslaringda bo'lsa 4-etaj, 7-etaj va bugun ko'rsatilgan yana bitta uyimiz 7-etajda joylashgan 2 xonalik 65 metr kvadratdan iborat под ключ kvartirani ko'rsatamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu uyimizda aynan shu domimizda o'zidan talab ancha-muncha ko'payib qoldi. Sotiladigan uylarni ham sonini ancha-muncha ko'paytirib qo'ydik. Ya'ni shu domlarning o'zida 3 ta xonadonimiz bor sotiladigan. 1 xona 2 xonali qilingan, 2 xona 3 xona qilingan va real 2 xonalik kvartira. Hozir sizga ko'rsatadigan kvartiramiz real 2 xonalik kvartirani ko'rsatamiz. Hammaga narx qiziq. Arzon uy-joy kanalida buni narxi 40.860 dollar so'raladi. Kimda qanaqa, bizda shunaqa. Ko'ramiz va baho beramiz. Qayerligini bilib o'tiribsizlar menimcha 9 qavatli malinitli domni 7-qavatdagi kvartirani obzor qilishga keldik. Hozir ko'rasizlar, baho berasizlar. Xo'p, detskiy plashatka, parkovka juda ham keng va gap bo'lishi mumkin emas. Uying bormi desa, bor deydigan darajada. Bitta joyga ahamiyat beringlar. Agar sizlarga ham eshitilayotgan bo'lsa, 5 mahal inshaalloh azon ovozi eshitilib turadi. Otajonimiz, onajonlarimizga olib bersak arziydigan joy. Bu meni fikrim. Ro'za Ramazon oyida inshaalloh otamga, onamga olib beraman deb hammamiz niyat qilamiz. Nasib bo'lsa, hammamiz yetkazadi. Amin. Keling. Hurmatli obunachilar, agar sizlarda anaqa jeton bo'lmasa, bu liftimiz ishlamas ekan. Nasib bo'lsa olgan odamga albatta jeton qo'shib beriladi. Liftimiz ham 1 tonnalik kam video kamerasi ham mavjud ekan. Inshaalloh zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Odam olgan odamimizni yaxshi kunga xizmat qilsin. Hamma ham niyat qilib oladi menimcha. Keling, video ichki obzorni boshlaymiz, xudo xolasa. Podyezdimizni ham ko'rasizlar, juda ham keng va kattagina. Qani kelingchi, bismillahirrohmanirrohim. Nasib bo'lsa, uyimizni ichki obzorni boshlaymiz. Keng va katta bo'lgan perexojniy qismida biza. Perexojniy qismida oq va qora sifatida kafel ishlatilgan, kak shaxmat qilib terib qo'yilgan. Tepa qismi natijada patolog. Uyimiz to'liq yevro remont qilib chiqarilgan ekan. Xo'p, bu qismga qaraydigan bo'lsak, birinchi xonamiz. Kak spalnimiz. Spalnimizni ham ko'rasizlar, chiroyli aboylarni yopishtirib qo'yibdilar. Pardalari ham mavjud ekan. Kamiga bunda ham 1/3 ochiq balkoni bor. Issiqlik tizimini yaratib beruvchi, ya'ni uyni issiqligini beruvchi radiator ustunovka qilib qo'yibdilar, xudo xolasa. Usturachalari gapirish bo'lmas. Eshiklarga ahamiyat beraylik, juda ham qattiq qimmat balandgina qaytaga eshiklar qo'yilgan ekan. Xo'p, bu qismda o'sha zalimiz. Oho. Zalimizga gap qilish mumkin emas. Juda ham yorug' svet ishlatilibdi. Chiroyli pardalar, juda ham neobычный pardalar tanlanibdi. To'g'ri rangiga o'xshash. U qismga qaraydigan bo'lsak, zalimiz o'zida chiroyli dekorativ ishlovlarni berib qo'yibdilar. Nasib bo'lsa, bitta televizorli lo'salari juda ham chiroyli bitta xonadonga aylanib qoladi. Xo'p, ana bu qismda o'sha bizning sanzurimizni ko'rishlaringiz mumkin. Sanzurga ham bitta baho beringlar. Yaxshi svestitillarni qo'yib qo'yibdilar, sushilkalari ham mavjud ekan. Lekin bitta joyga ahamiyat berishlaringni so'rab qolaman. Ana shu qismni ko'ryapsizlar, to'liq to'p qilingan oq kafel bilan terib chiqqan. Ya'ni bu xonaga kelsak, o'sha kuxnyamizga kiramiz. Kuxnyamiz ham kompaktligini ja katta, ja kichkina ham deya olmaymiz. Issiqlik tizimini yaratib beruvchi dual konturli kotellarni ham joylashtirib qo'yibdilar. Hurmatli yurtdoshlar, 9 qavatli monolitli domda 8-qavat umumiy maydoni 65 metr kvadratdan iborat 2 xonalik kvartirani sotuvga chiqadi. Eng arzon kanalda 40.860 dollar baholanyapti. Qimmat yoki arzon qanaqa fikrlaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qoldiringlar. Biza bitta bir sababchimiz xolos. Qo'ldan keluvchi harakatda bo'lsa, inshaalloh kelsalaring ustida uy egalari bilan savdolashib olishlaring mumkin. Yaxshi kunda ko'rishguncha bizlarni ham duo qilib qo'yinglar. Tutayotgan ro'za Ramazonlaring inshaalloh qabul bo'lsin.